To'y o'tdi. Kelin o'zlaridan dovul tegirmonchining heshlaridan birining qizi. Yumaloq yuz, ikki yanog'i turtib chiqqan durkungina kelinchak dastlabki kunlardanoq qaynona-qaynotasiga yoqib qoldi. U tog'dan sel kelyapti degan xabarni eshitsa-da, avval qaynona-qaynotasining izzatini joyiga qo'yib, keyin o'z g'amini yeydigan ayollardan edi. To'ydan keyin dovul tegirmonchi o'g'lini Ishboyevning idorasiga boshlab borgan edi. Kelishuvga binoan rais unga idoradan ish berdi. Hisob-kitobga ustaligi tufayli bo'lim buxgalterlarining biriga yordamchi etib tayinladi. Ishboyev hozircha shu ishda aylanishib ko'rsin-chi, keyin yana o'ylab ko'rarmiz deb qo'ydi. Bu muruvvatdan tegirmonchining boshi osmonga yetdi. Rais bilan o'z-o'zidan sababsiz sovuqlashgan munosabatlari yana o'z-o'zidan iliqlasha boshlaganidan xursand bo'lib ketdi. Yer chizib o'tirgan o'g'lining yanoqlari pir-pir uchayotganini sezmadi. Keyinchalik so'rab surishtirib, o'g'lining maoshi qancha ekanligini bilib oldi. Undan oldin Tangriberdi aytganida ishonmagandi. U o'g'lining yonida ortiqcha puli bo'lishini istamasdi. Maoshini tiyin-tiyinigacha hisoblab olardi. Toki o'g'lining cho'ntagida shamol o'ynab tursa, u hech qayerga keta olmaydi. Kun aro yomg'ir tomchilaydi. Uzum chirib ketishidan vahimaga tushgan Ishboyev har kuni idora xodimlarini g'azablaydi. Odamlarni ishlatishni bilmaysanlar. Xalqni tepasida turib ishlatish o'rniga idorada tuxum bosib o'tiribsanlar. Davronqul, buxgalterman deb kerilib idorada o'tirganingni ko'rmayin. O'lsang jasading dashtda qolsin. Kun bo'yi dalada izg'igan xodimlar miq etmaydi. Miq etish niyatlari ham yo'q. Har kuni kechqurun raisni so'kishlari bilan boshlanib, yarim kechasi yana raisni boloxonador so'kishlari bilan tugaydigan bunday majlislar xodimlarning joniga tegib ketganligi ularning loqayd o'tirishlaridan sezilib turardi. Tangriberdi Ishboyevning so'kong'ich ekanligini idoraga ishga o'tganidan keyin bildi. Uning og'zi badrabxonadan ham sassiq ekan-ku deya hayratga tushardi Tangriberdi. Bor axlatini xodimlarni boshiga to'kib xalqqa saxiy so'z bo'lgani qiziq. Shunday kunlarning birida Tangriberdining nomiga qaysidir harbiy qismdan maktub keldi. Unda nimalar yozilgani noma'lum. Xatni o'qib bo'la solib yirtib tashladi. Lekin o'sha kundan e'tiboran yuzi dokadek oqarib yurdi. Shaxmat o'ynashni ham yig'ishtirib qo'ydi. Hatto shaxmat taxtasini bekitib qo'ydi. O'yin xumori tutmasligi uchun raisning topshirig'ini o'ziga o'zi ro'kach qilib ertadan kechgacha dalada uzumzorda izg'ib yurdi. Ko'nglidagi ishtiyoqni o'ldirmoqchi, shu yo'l bilan hammasiga barham bermoqchi edi. O'zini xiyonatkor sanardi. Yuziga qora surtgandek o'zidan nafratlanardi. Orzu-umidlari, izzat nafsi, qalb to'rida asragan ezgu hislari toptaldi. Endi ularni o'ldirish qoldi. Shunday o'ldirish kerakki, ular hech qachon qayta bosh ko'tarmasin, hayvonga aylangan egasini qayta bezovta qilmasin. Ozib ketdi yigit, qoraydi. Nigohlaridagi mahzunlik yo'qolib, ko'zlari befarq boqdi. Bir haftaning nari berisida u o'zini haddan tashqari toliqtirdi. U hech qachon o'zini bunchalik xo'rlamagandi. Ayoliga qarashga-da o'zida rag'bat sezmasdi. Tunlari teskari o'girilib o'zini uxlaganga solib yotar, xotinni bir maromda nafas ola boshlaganini his etgach, asta to'shakdan turib tashqariga yo'nalardi. Oy shu'lasidan yorishgan hovlida qo'llarini ko'ksiga chalishtirgancha aylanib yurardi. Hech narsani o'ylamaslikka intilardi. Hovlida sharpadek izg'ib yurishidan maqsad o'zini yanada toliqtirish edi. Toliqsa, holdan toysa, tosh qotib uxlaydi. Aylanib yurish asnosida oyoqlari toliqqanini his etar, lekin ko'zlariga uyqu kelmasdi. Borliq osmon chiroqlari yog'dusidan yorishgan tun zulmatga qochib, yigit qalbidan panoh topgandi. Zulmatning ko'ngliga ingani yomon. Tog'day yigit ko'ngliga ingan zulmatni daf etolmay halak edi. Bedor yigit chorbog' etagidagi tepalik ustiga chiqib, tizzalarini quchoqlab o'tirgan ko'yi do'ngliklar oralab kelgan, ayni chog'da tun yog'dusida oqarib turgan
ilon izi yo'lga unsiz tikilardi. Keyin chuqur xo'rsinib qo'yarkan, yaxshiyam osmon bitta deb pichirlardi. Kunduzgi yugur-yugurlardan toliqqan kelinchak pishillab uxlab yotar, erining tungi sharpadek bedor kezishlarini sezmasdi. Tongga yaqin namoz vaqtidan o'tib ketmadimikin degan xavotir tuyg'usidan cho'chib uyg'onar, shundagina erining yonida emasligini bilib mung'ayib qolardi. Bir oqshom teskari qarab, o'zini uxlaganga solib yotgan erining yelkasini silarkan, botinqiramasdan so'z qotdi. Mendan ko'nglingiz qoldimi? Nega ters qaraysiz? Ko'nglim bormidi o'zi, degisi keldi yigitning. Shunday deyishga chog'landi ham, ammo qapishib yotgan ayolning qornida tipirchilayotgan go'dakning tepkisidan yigit hushyor tortdi. Senga shunday tuyulgandir-da. Ayol javobdan qoniqmadi. Boshqacha, judayam boshqacha javob kutgandi. Ota-onangizni o'tidan kirib, suvdan chiqsam, iddao qildi ayol. Qarindoshlaringizni beshikdagi bolasigacha sen demasam. Yigitning gapirgisi kelmadi, ensasi qotdi, ammo baribir nimadir deyish kerak. Fazilatlaring uchun yaxshi ko'rishni istamayman. Ayolning uni o'chdi. Nonushta vaqtida Tangriberdining to'mtayib yerga qarab o'tirganini ko'rgan tegirmonchi xotiniga imqoqdi. Demoqchi bo'ldiki, nima balo, xotini bilan jiqillashib qoldimi? Ona kimdandir, qayerdandir o'g'liga maktub kelganini g'ira-shira xabardor, yuragi bezovta. Ammo eriga qarab, bilmayman deganday yelka uchirdi. Tegirmonchi zimdan qarab o'g'lining og'zini poyladi. Tangriberdidan ha deganda sas-sado chiqavermadi. Tegirmonchining toqati toq bo'ldi. Go'ng qarg'aga o'xshab shuytib o'tira berasanmi? Deb yubordi oxiri. Ota, ilkis bosh ko'tardi Tangriberdi. Menga pul kerak. Kelasi oyning 17-sida shaxmat bo'yicha musobaqa boshlanarkan. Boraman-u qaytaman. Ishoning, faqat shuning uchun boraman. Turnir tugashi bilan qaytaman, so'z beraman. Tegirmonchi o'g'lining so'zlarini bo'lmay oxirigacha eshitdi. So'ng ko'zlarini lo'q qilgancha, men bir digirmonchi bo'lsam, ortiqcha pul nima qilsin, dedi u. Topganimni olib kelyapman-ku axir. Topganingni bergan bo'lsang, bir o'zim yeganim yo'q. Sen ham bir ro'zg'orsan endi. Bola chaqangni boqib yotibman-ku. Tangriberdining yuzi alamdan bujimayib ketdi. Dovul tegirmonchi xotirjamlik bilan choy ho'pladi. U o'g'li tomonga qaramaslikka urinardi. Boraman, baribir boraman, deb baqirib yubordi Tangriberdi jazavaga tushib. Pul bermasangiz bermang, o'zim topaman. Lekin bilib qo'ying, endi butunlay ketaman. Tegirmonchi piyolada qolgan choyni o'g'lining yuziga sepib yubordi. Keyin irg'ib o'rnidan turib, Tangriberdining ustiga bostirib kelib, ho'l bo'lgan sochlaridan tortib, uni o'ziga qaratarkan, qani ketib ko'rchi, qarg'ayman bola, dedi vajohat bilan. O'ngmaydigan qilib qarg'ayman. Boraman, baribir boraman, dedi Tangriberdi past, ammo qat'iyatli ovozda. He, enangdi. Dovul tegirmonchi o'g'lining duch kelgan yeriga musht tushira boshladi. Buvzilol baycha hayhaylab o'rtaga tushdi. Yig'ladi, baqirdi, ammo o'g'lini ajratib ola olmadi. Dovul tegirmonchi quturib ketgandi. Bor kuchini sarflab bo'lgandan keyingina tegirmonchi holdan toyib o'tirib qoldi. Shundoqqina o'g'lining yoniga. Tangriberdi boshini himoya qilmoqchi bo'lgandek qo'llari bilan kallasini to'sib olgan, piq-piq yig'lardi. Bir necha kun o'tdi. Dovul tegirmonchi raisni huzuriga bordi. Uyda bo'lgan gap so'zlarni oqizmay, tomizmay Eshboyevga gapira berdi-da, oxirida o'kinch bilan dedi. Ko'nglim sezib turibdi. O'lim oldingizga pul so'rab keladi. Bitta iltimosim shu, rais bova, o'limga pul bermang, iltimos. Urushing, so'king, haqqingiz bor. Kerak bo'lsa, bir-ikki shapat ursangiz ham mayli. Bolani yo'ldan qaytaring. Meni oldimga kela olmaydi, dedi Eshboyev ishonch bilan. Botinib kelsa o'zim boplayman, siz xavotir olmang. U hech qayerga keta olmaydi. Istasam, biz istasak,
qochib borgan yeridan ham qaytarib olib kelamiz. Dovul tegirmonchi idoradan ko'ngli xotirjam bo'lib chiqdi. Ishboyevga bo'lgan e'tiqodi yanada ortdi. Xalq dardi bilan yashaydigan raisga haykal qo'yish kerak degan fikr xayolini band etgandi. Biroq tegirmonchining xotirjamligi uzoqqa cho'zilmadi. Tun yarmida allaqanday shovur-shuvur qulog'iga chalinib, hovliga chiqqan tegirmonchi hayratdan bir lahza qotib qoldi. O'tgan yili falon pulga sotib olgan taxtalarni Tangriberdi bilan yana birov ko'cha eshik tomonga tashiyotgan edi. Shu orada bu Zilolbaycha chiqib qoldi-yu, shovqin-suron ko'tarildi. Notanish kishi kuzovli mashinasiga o'tirdi-da jo'nab qoldi. Dovul tegirmonchi o'g'lini tutib qoldi xolos. Taxtaning yarmi mashinada ketdi. Tegirmonchi shu kuni sezdi kuch-quvvatdan qolganini, chunki o'g'li yulqinib, changalidan chiqib Chorbog' tomon qochib ketgandi. "Qayt, orqangga qayt bola", deb qichqirdi tegirmonchi. Hayqirig'i tun zulmatini yorib o'tib, tepaliklar ortida aks sado berdi. Tangriberdi ortiga qayrilib ham qaramadi. Qahr-g'azabdan dir-dir titrayotgan tegirmonchi qo'llarini tepaga ko'tarib, kaftlarini ochdi. "Qarg'ayman bola, o'ngmaydigan". Buvzilolbaycha o'zini erining oyoqlari ostiga tashladi. "Jon otasi, bolamni yerparchin qilmang. Jon otasi, meni uring, meni teping, alamingiz bosiladi. Bolamni qarg'amang, jon otasi". Tegirmonchining ko'zlari g'iltilladi. Ko'kka cho'zilgan qo'llari bo'shashdi. Oyoqlaridan mador ketib, yerga cho'k tushdi. Ko'z oldidan o'g'lini chaqchaygan ko'zlari nari ketmasdi. Bu ko'zlar bir vaqtlar yum-yum ko'z yosh to'kadigan ko'zlarga sira o'xshamasdi. Dovul tegirmonchining duo-ibatga ochilgan qo'llari boshini changalladi. Tangriberdi tunni tepalik ortida o'tkazdi. Uning yuzi, bo'yni, bilaklari tirnalgan, qon sizgan, egnidagi ko'ylagining tugmalari uzilgan, sochlari to'zg'ib, savat bo'lib qolgandi. Jon asari tark etgandek a'zoyi badani bo'shashib, holsizlanib borardi. Ammo orzusi hali ham so'nmagan. Ko'ngil qirg'og'ida ilinib turar, "Ana ketdim, mana ketdim" deganday. Lekin butkul tushib ketishga ojizlik qilar, chunki ildizi baquvvat edi. Tong otishi bilan u xo'jalik idorasiga bordi. Eshboyev endi kelib turgan ekan. "Namuncha g'arg'a og'ziga olmasdan kelib turibsan, tinchlikmi?" Eshboyev Tangriberdining shilingan, gezargan yuzidan tinchlik emasligini payqagan bo'lsa-da, atay shunday dedi. "Menga biroz pul kerak aka, iltimos yo'q demang". "Pul kerak bo'lsa otangdan so'ramadingmi?" Eshboyev kursisiga yastanib o'tirib yigitga boshdan oyoq razm solib chiqdi. "Otam", dedi-yu Tangriberdi gapira olmay qoldi. Shu paytda ham ko'ngil bo'shaydimi? Rais undan ko'z uzmay turardi. Tangriberdi ich-ichidan ko'tarilayotgan g'alayonni kuch bilan bosdi. Keyin raisni ko'zlariga tik qarab dedi. "Otamda pul yo'q ekan. Iltimos rais aka, qo'rqmang, yeb ketmayman. Endi uka, bizning nomimiz ulug'. Rais degan otimiz bor, lekin pul masalasida el qatoridamiz", dedi Eshboyev zorlanganday bo'lib. "Raisda pul tiqilib yotibdi deb o'ylaysan-da hammang. Aslida avvalgi raisni shiltasini hamon chiqolmay yotganimni hech kim bilmaydi. Xo'jalikni o'tqizib qo'ygan ekan nomard. Bu gaplarni otamga aytsangiz ishonardi", deya piching qildi Tangriberdi. "Ishonmasang o'zing bilasan. Pul bermaysizmi?" Ko'zlari chaqchaydi Tangriberdining. "Bermaysizmi? Bermayman desam urasanmi?" "Yo'q, urmayman". Tangriberdi xotirjam so'zlashga urinsa-da, ovozi nafaqat ovozi, balki butun vujudi titray boshladi. Qarashlari ham g'alati edi. "Lekin yer sotganingizni, yo'llar to'liq asfaltlandi deb 1 million so'mlik akt tuzib, pulni 3-4 kishi bo'lishib olganlaringizni yozib raykomga, kerak bo'lsa obkomga boraman. Fermadagi qo'ylarni sel oqizib ketdi deb akt tuzdirganingizni ham bilaman. 15 yildan buyon xo'jalikni yeb yotibsiz-ku, sizda pul bo'lmaydimi?" "Ho' bola, o'ylab gapir, tilim bor deb".